Bu maslahatim 80% holatda farzandingizni quloq og'rig'idan asraydi. Barchaga ma'lum, hozir shamollash, burun bitishi, burun oqish davri. Ko'p ota-onalar biladi, farzandlarining burni oqib qolsa, 3-4 kundan keyin aniq qulog'i og'rib qoladi. Bunday bo'lmasligi uchun esa farzandingizning burni oqishi boshlanganda 1-2 kunda o'zi o'tib ketadi deb e'tiborsizlik qilmasdan, uy sharoitida mexanik aspiratorlar bilan burnini tozalab turing. Yoki bo'lmasa lor ko'rigiga borib, burnini yuvdiring va vrach ko'rsatmasiga asosan burun spreylaridan foydalaning. Chunki burun bilan quloqni ulab turuvchi eshituv nay bo'lib, bu bolalarda o'ziga xosligi kalta, ko'ndalang va keng bo'ladi. Shu sababli bola burun oqib yurgan vaqtida bitta uxlab tursa, barcha burundagi suyuqlik quloqqa oqib ketadi. Shu sababli quloq og'riqlari asosan kechqurun paydo bo'ladi va bolani eshitish pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, bola shamollaganda quloq og'rishiga ota-onalarning e'tiborsizligi sabab bo'ladi. Bu videoni yosh bolali yaqinlaringizga yuborib qo'ying.